Undik jo'jalaringiz xuddi mana shunday katta bo'lganida oyog'i qiyshayib qoladi, yo yurolmay qoladi, o'tirib qoladi, yo bo'lmasa oyog'i osmondan bo'lib o'lib qoladi. Siz undik jo'jani boqishda sirini bilmoqchimisiz? Bexato o'ldirmasdan katta qilmoqchimisiz? TikTok kanalimdagi Ahmad Domila chorva boqish siri kanaliga o'tib videoni oxirigacha kuzating. Siz albatta jo'jalaringizni o'limdan saqlab qolasiz. Oddiygina maslahatlar. Siz jo'jani boqib foyda ko'raman deganingizga ziyonga kirib ketyapsiz. Siz bu videoni kuzating va jo'jalaringizni hammasini yaxshigina katta qilib zo'r foyda ko'rasiz. Albatta o'tib ko'ring. Undik jo'jalarini o'limiga ularni ochligi va o't ko'p yemaganidan kelib chiqadi. Yana bitta o'limiga sababchi bo'lgan narsa bu tuzli ovqatlar yeyishidir. Hech kim bilmagan, oxiriga yetmagan tuzli ovqat nima uchun undikka yoqmaydi? Undikda eng sevimli ovqatlaridan biri bu oq piyoz va ko'k piyozdir. Undiklaringiz sal kattardimi? Albatta ertalabdan kechgacha oldida don tursin. Ayniqsa oqshomga katagida har doim don tursin. Undikda jussasi juda katta bo'ladi. O'sha sababdan undiklarga juda ham ko'p don kerak. Boqish usulini bilmasangiz, undik boqmaganingiz ma'qulroq. Undiklar tovuqlarga nisbatan ko'p o't yeydi va don yeydi. Lekin siz boqish yo'lini bilsangiz, yaxshigina foyda ko'rasiz. Iloji boricha undigingiz ko'p bo'lsa, yozda sezonida ko'proq don sotib olib qo'ying. Iyulda, sentyabr, oktyabrda makka sotib olib qo'ying. Makka donlaridan. Siz arzon boqmoqchi bo'lsangiz, albatta kepak va o't bilan boqing.